Amaliyotdan keyin juda ko'pchilikda salbiy oqibatlar kelib chiqadi. Tibbiyotdagi eng qiziq mavzulardan yana bittasi bu DNK test. DNK test bu faqat otalikni aniqlaydigan test emas. DNK test bu insonni hayoti, insonni salomatligi, insonni yoshi, insonni qanaqa ovqatlanishi, inson qancha vaqt sport bilan shug'ullanishi, insonda qanday kasalliklar uchrashini belgilab beradigan test hisoblanadi. Antigen lab genetik laboratoriyamizda hozir shunaqa tekshiruvlar yo'lga qo'yilganki, hozir ko'p insonlar bariatriya, oshqozonni operatsiya qilib olib tashlash amaliyotini olib borishadi. Lekin amaliyotdan keyin juda ko'pchilikda salbiy oqibatlar kelib chiqadi. Bu amaliyotni bajarishdan oldin kasalliklar bo'yicha DNK tekshiruvini o'tishlarini tavsiya qilaman. Antigen lab klinikasida DNK laboratoriyasi ish faoliyat boshlagan, barcha kasalliklarga oldindan tashxis qo'yib berish imkoniyatiga ega. DNK tekshiruvi siz uchun qiziq bo'lsa, bariatriya amaliyotini o'tkazmoqchi bo'lsangiz va sizni qandli diabet qiynab kelayotgan bo'lsa, pastdagi raqamimizga bog'laning va obuna bo'lishni esdan chiqaring.